Assalomu alaykum aka-ukalar hamda chorva ishqibozlari. Aka-ukalar, Qirg'izistondan kelgan novvosimiz sotiladi. Ko'rishingiz mumkin. Ro'p rosa 2,5 oy oldin 20 dona olgan edim. Xudo xolasa 3 dona qoldi. Sotiladi aka-ukalar, mana shu novvoschamiz. Xudo xolasa Qirg'izistondan kelgan. Etiketkalari ham ko'rishingiz mumkin. Manzil Marhamat tumani O'qchi degan mahallada aka-ukalar. Aloqaga chiqaveramiz. Kimga qiziq bo'lsa. Mana novvosimiz. Mana aka-ukalar. Orqalarini ham ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa 2,5 oy 3 oy yaxshi qarovini qilsa, molimiz tayyor holatga keladi. Ko'rishingiz mumkin aka-ukalar. Mana oldi kallalari ham. Molimiz narxi aka-ukalar, bozor to'g'riga men bilmayman. 2,5 oy oldin chiqqanman. 2,5 oy boqdim. 95 kodi bilan 015 70 27 ga aloqaga chiqaverasizlar. Narxi 19,5 million, ozgina kami bor. Aka-ukalar, bemalol aloqaga chiqaverasizlar.